Urush boshlanishdan oldin ko'rdik, Jenevada 3 ta raund o'tkazildi. Amerika-Eron munosabatlari. O'sha bir bundan oldingi suhbatimizda aytdim. Eron nega buncha o'ziga ishonch bilan harakat qilyapti degan masala. Haqiqatan Eron demak hamma narsani hisobga olib, keng ko'lamli urushga haqiqatan tayyorlangani ko'zga tashlandi. Demak, bu yerda ham iqtisodiy bosim vositalari, hamma rahbariyat yoki harbiy siyosiy elitalari mag'lub bo'ladigan bo'lsa yoki o'ldiriladigan bo'lsa, o'rniga voris tayyorlash an'analari va qo'shinlarni joylashish masalalari hamma narsa hisobga olingan ekan. Menimcha juda ham qattiq bu masalada tayyorlangan. Shu nuqtai nazardan bitta vosita sifatida bugungi kunda haqiqatan ko'radiganimizda Hormuz bo'g'ozini tanlashgan iqtisodiy bosim rechagi sifatida. Demak, ayrim statistik ma'lumotlar bilan tanishib chiqqanda, mana bugungi kunda mana Hormuz bo'g'ozi tinch davrda 20 million barrel kuniga neft o'tar ekan bu yerdan. Bu jahon neft savdosining tarkib 20% ni tashkil etadi. Endi dengiz savdosini 40%dan 75%gacha deb ko'rsatgan manbalar uchrashi. Demak, eng katta neft savdosi aynan Hormuz bo'g'ozidan o'tadi. Endi Hormuz bo'g'ozini Eron uchun foydali jihati aynan tor yo'lak qismi. Demak, 21 dengiz miliyasi deydi, taxminan bu 39 kilometrga to'g'ri keladi. 39 kilometrga to'g'ri keladigani bu degani raketa yoki minalardan tashqari qirg'oqdan artilleriya bilan urish imkoniyati ham oshadi. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari hozircha yirik tankerlar, ya'ni tankerlar albatta qirg'oqqa yaqin, yirik super tankerlar qirg'oqqa yaqin suzmaydi, sababi botib qolish bor. Bu degani ular harakatlanish liniyasini yanada toraytiradi deganda, shu 39 kilometr ichida yana bu tarayadi degan harakat liniyasi. Bu degani Eron tomonidan osongina nishonga aylanish imkoniyati juda ham yuqori. Endi Eron bundan maksimal Amerika Qo'shma Shtatlariga bosim o'tkazish sifatida foydalanyapti bugungi kunda, chunki neft bu iqtisodiyot asosi. Ko'pgina davlatlar buni endi tezlashga o'tdi. Masalan, mana Pokistonda eshitdik bu narsani yoki Litvada eshitdik bu narsalarda. Imkon bo'lmasa energiya resurslarini tejash masalalari yoki qolgan davlatlar ham shunga o'tishyapti. Demak, kuniga 20 million barrel neft chiqayotgan joyda neft to'xtab qolsa, hech qaysi o'tmasa, jahonda shu holatni keltirib chiqaryapti. Kecha Birlashgan Millatlar Tashkiloti UNCTAD ma'lumoti bilan tanishib chiqdim. 28-fevraldan 9-martgacha bo'lgan oralig'da neft narxi nima bugungi kunda demak 27% ga oshgan. Gaz narxi 74% ga oshgan. Bu degani gaz narxi ham Yevropada shu holatni keltirib chiqaryapti. Chunki asosiy suyuq gaz eksport qiladigan davlat bu Qatar. Eng katta terminallari bor. Eng yomon tomoni buni hammasi Hormuz bo'g'ozidan o'tadi. Terminallar. Demak, bu AQSh atrofida ittifoqchilarda ham iqtisodiy inqiroz va AQShga nisbatan urushni tezroq tugatgin degan signal yoki iltimoslarni vujudga keltirishi mumkin. Bundan tashqari hozir JP Morgan ma'lumot berdi, $130 chiqadi neft narxi. Yoki Iroqda bosh vazir o'rinbosari ma'lumot berdi, eng yomon ssenariyda bu $200-300 chiqishi mumkin. Agar mana bo'g'oz yopilishi demak qisqa muddatda 2-3 oy bo'lsa-ku bilinmaydi, lekin 2-3 oydan ortiq bo'lib uzoq muddatda yopiladigan bo'lsa, bu neft narxi $200-300 ko'tarilib ketishi mumkin. Eron tomoni ham aytdi-ku, $200 ko'tarilishiga tayyor turinglar deb bayonot berdi. Eronning o'zi ham shu $200 atrofida ko'rsatyapti. Demak, ular eng yomon ssenariyni ham hisobga olishgan. Endi Hormuz bo'g'oni yana bir strategik ahamiyati, bu yerdan chiqqan hamma taxminan 70% neft bu sharq davlatlariga ketadi. Masalan, Hindiston 50% oladi u yerdan. Kuniga 2,5 million 2,6 barrel yoki bu yerdan ko'radigan bo'lsak, Yaponiyaning 95% neft eksporti bor. Koreyaning salkam Janubiy Koreya 70% neft eksporti bor. Demak, bular hammasi Yaponiya, Koreya, Hindistonlar bilan qo'shsak, AQSh eng yaqin ittifoqchi davlatlardan bittasi. Endi vaziyatda nima qilish kerak degan masala. Eron hozir taktik va strategik jihatdan juda ham to'g'ri yo'l tanlayapti, atayna yo'lni bo'g'ib turish imkoniyatidan. Endi masalan ikkinchi tomoni ham bor. Bu birinchi strategik bo'g'oz, Hormuz bo'g'ozi bo'lsa, ikkinchi tomoni bor, xuddi shu Saudiya Arabistoni narigi tomondagi Bob al-Mandab bo'g'ozi, Yamandagi. Uni ham kirish joyi, aynan tor yo'lak joyi qismi bu husiylar nazoratida hudud. Bu degani qirg'oqdan turib Eron tarafdori bo'lgan proksi kuchlar tomonidan dengizning ikkinchi nuqtasi O'rta Yer dengiziga o'tadigan, Adan dengizidan O'rta Yer dengizi, undan keyin Suvesh kanaliga o'tib ketadigan eng strategik joyda ham Eron tarafdor kuchlari turganini ko'rsatadi. Demak, ikkita tomondan ham ikkita strategik ahamiyatga ega bo'lgan savdo yo'lini ustida Eron nazorati, demak, AQShga maksimal bosim o'tkazish imkoniyatini yaratib beryapti. Xo'sh, bu holatda AQSh nima qiladi? Yechim. Ya'ni kirgizadimi agar misol harbiylarni kirgizadimi? Yo'qmi degan masala. Chatda ham yozishyapti shuni. Ikkita masala bor bu yerda. Amerika Qo'shma Shtatlari hozir harbiylarni kirishda juda ham ehtiyotkor bo'lyapti, chunki bu hozirgi urush Trampning pozitsiyasiga yoki o'zi tomonidan ilgari turayotgan qanaqadir prinsipga to'g'ri kelmayapti. Trampning urushi qanday? Tramp o'ziga dushman degan davlatga hujum qiladi, elitani yoki rahbarini yo'q qiladi, qolgan a'zolar u bilan kelishuvga erishadi va o'yindan chiqib ketadi. Tez muddatda qisqa operatsiyalar o'tkazadi. Uni fikri bo'yicha mana Venesuelada uni Amerika Qo'shma Shtatlari maqsadi u tizim ag'darish emas.
tizimni Amerika foydasiga ishlashga moslashtirish. Isroil bilan. Isroil bilan mana Venesuelaga keldi, prezident oldi ketdi. Venesuela xuddi shu prezident yaratgan elita qolgan qismi Amerikaga kelishib ishlayapti. Erondan ham biz kelamiz, Xumayniyni olamiz, qolgan tizim dovdirab qoladi, Amerika bilan kelishlar davom etadi degan prinsip. Bundan keyin urushni cho'zilib ketishi Amerikaga nisbatan ham harbiy ham iqtisodiy jihatdan va Trampning tinchlikparvar imijiga nisbatan bu katta zarba. Shu nuqtai nazardan hozir birinchi bosqichda bular hozir jahon neftini zaxirasini muxtarga aytib o'tdilar, 3 oyga yetadigan zaxirani jahon bozoriga chiqarish. Hozir kelishuviga binoan 400 million barrel zaxira strategik ahamiyatga ega bo'lgan neft zaxirasini jahon bozoriga chiqarishga harakat qilishyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari 170 million barrel beraman dedi. Buni Italiya mana 10 million barrel chiqarishga, qolgan o'zlari. Bu nima qisqa muddatda boyaga aytganimdek neft narxini ushlab turadi va qisqa muddatda bu masalani Eron bilan hal qilish. Demak, birinchi qo'llayotgan masala strategik zaxiralardan jahonda neft omilini barqarorlashtirish. Ikkinchi qo'shin kiritadimi degan. Masalan, faraz qilaylik 2-3 oyga cho'zilib ketdi. Bo'g'ozni yopish. Eron bundan nima foyda ko'radi degan. Hozir Eronni faqat u bo'g'ozdan Eronning 90% neftini xaridori Xitoy. Hozir Xitoy bilan Eronni tankerlar o'tyapti yo'ldan xolos. Eronni o'zi ham hozir neft eksport qila olmayapti shu bo'g'ozni minalashtirish natijasida. Agar minalashtirsa-da to'liq. Hozircha Xitoydagina o'tib turibdi. Endi ikkinchi masala bor. Xo'p, mayli Qatar indamas, lekin qolgan Saudiya Arabistoni, Kuvaytda bir quruq yerda joylashgan davlatlar. Bular diversifikatsiya yo'liga o'tishi mumkin. Truboprovodlar orqali neft eksportini yo'lga amalga oshirishi mumkin. Balki Eronning bosimi mana sizga zaxira chiqqandan keyin yoki mana bu arab davlatlari quruqlik orqali truboprovodlar orqali harakat qilishga diversifikatsiya o'tsa, balki bu bosim kamayar. Eronni o'ziga mantiqsiz holatga kelib qolar balki. Demak, qisqa muddatda endi oxirgi muddatda aytishim mumkin, Eron hududni minalashtirish mumkin. Ya'ni Eronning bir qancha usullari bor. Birinchi minalashtirish, ikkinchi kichik qayiqlar bilan yoki qayiq dronlari bilan tankerlarga hujum qilish yoki qirg'oqdan artilleriyaga hujum qilish degan variantlardan foydalanish mumkin Eron. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida texnologiyalardan mina tozalash texnologiyalari ancha rivojlangan yo'llar. Bular 2-3 oy ichida Eronga bosim o'tkazib minalashgan yo'llarni tozalash ehtimoli bor bu yerda. Aytmoqchimanki, hozircha juda ko'p muddat ushlab turish Eronning o'ziga muhtoj zarar bo'lishi mumkin bu tizim. Birinchidan. Shuning uchun bu qisqa menimcha davom etsa 2-3 oygacha bormaydi, 1-2 oy davom etadigan bo'ladi. Bundan buyog'i menimcha yana yechim topilsa kerak bu yerda hal qilish uchun. O'sha yerda mana shu asosiy qo'yilgan taxminiy bir muddat bu 3 oyda. 3 oyda taxminan. 3 oy dunyo iqtisodiyoti muayyan darajada bardosh berishi mumkin, chunki biz Amerika haqida gapiryapmiz, lekin global ta'minot zanjiri bor-da. Ya'ni bu zanjirda bitta halqada muammo yuzaga keladigan bo'lsa, butun dunyoga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Yaponiyaga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, Yaponiyada narx oshishi yoki qani ta'minotda uzilish bo'ladigan texnologik mahsulotlarda olaylik, xizmat ko'rsatish sohasida bu Amerikaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bu yerdan o'tadigan neftni qariyb 2%gina Amerikaga yetib borar ekanda. Bu degani Amerika bu yerdagi neft yo'lidan manfaatdor emas demaydi-da, chunki u ittifoqchilari, ya'ni Amerikaning iqtisodiyoti bu jahon iqtisodiyotini bir sinonimida. Jahon iqtisodiyotida turbulent holat yuzaga keladigan bo'lsa, Amerikaning iqtisodiyotiga ham ta'sir ko'rsatadi. Faqat masala o'sha hozir O'ktam aka aytganlaridek borgan sari bu mintaqaviy urushga aylanib ketish xavfi bor. Chunki Husiylarga nisbatan yangi bosimlar oshirilishi mumkin. O'sha bo'g'ozni ochish masalasida bu yerda endi hudud nuqtai nazaridan Saudiya Arabistoni qo'shni hisoblanadi. Saudiya Arabistoni jalb etilishi mumkin, chunki Saudiya Arabistoni ham bu yerda manfaati bor. Yoki mana bu hududda bir ma'lumotlar chiqyapti, Turqo'g'ir yo'li, hattoki sun'iy kanal tashkil qilinishi mumkin ekan. Ummon hududi orqali, ya'ni o'sha bo'g'ozni aylanib o'tadigan. Lekin bular qisqa muddatda amalga oshiriladigan choralar emas-da. Uzoq istiqbolli bular. Shularni agar e'tiborga oladigan bo'lsak, bu urush mintaqaviy global urushga aylanib ketish xavfi bor. Demak, bu xavfni oldini olish uchun qadam tashlash masalasi hozir juda ham aktual. Kim birinchi qadam tashlaydi? Amerika Qo'shma Shtatlari qadam tashlaydigan bo'lsa, bu urush ular uchun ma'nosiz urush bo'lib qoladi. Bu kimning urushi bo'lib qoladi? Nima uchun urushildi? Nega endi kelishuvga erishilyapti? Birgina o'sha shaxsni yo'q qilish uchunmi? Bu masala ochiq qoladi. Endi Eronda vaqt omili kuchliroq, avvalgi suhbatlarda aytganmiz, ya'ni uzoq muddat bu urushga bardosh bera olishi mumkin. Jamiyat o'ta darajada mafkura bilan to'yintirilgan, ya'ni iqtisodiy, ijtimoiy masalalar hozir ko'z yumib olinishi mumkin. Ya'ni tasavvur qiling, bir mamlakatga tashqaridan agressiya bo'lsa, jamiyat qanchalik birlashadi? Ya'ni tashqi dushmanga qarshi kurashish fonida.
va bu imkoniyat beryapti. Yo'qotishlarga ko'z yumilyapti, infratuzilmalar vayron bo'lyapti, askarlar qurbon bo'lyaptiki, bu yerda Eronga qarshilik ko'rsatish g'oyasi borgan sari mustahkamlanyapti. Demakki, Eron bu yerda shart qo'yuvchi mamlakatga aylanishi mumkin. Mana hozir o'zingiz suhbatda boshida aytdingiz, ya'ni yangi yetakchi Mojtabo Xomayniyning bayonoti o'qib eshittirildi televideniya orqali. Xuddi shu savolni keyingi savol sifatida bermoqchi edim. Ya'ni AQSh bazalarini darhol yopishni, ulardan chiqib ketishni, ya'ni ultimatum qo'ydida Amerika Qo'shma Shtatlariga bir so'z bilan aytganda. Bu nimani anglatadi mana shu? Bu yangi eskalatsion davrni anglatadi. Chunki Eron bu urushda voqealar kechuvini nazorat qilyapti degan bir bizga fikr beradiki, endi vaziyat o'zgardi. Avvallari bu yerda Amerikaning harbiy bazasi mavjud ekanligi bir emas, ko'plab harbiy bazalar, Buyuk 17 ta adashmasam. Buyuk Britaniyaning ham harbiy bazasi bor, Yevropa mamlakatlarining ham cheklangan kontingentlari bor. Bu bazalarning bu yerda mavjudligiga endi yangi agar tinchlik sulhi imzolanadigan bo'lsa, endi bu harbiy bazalar bo'lishi kerak emas. Ya'ni bu shartni ham istiqbolda muzokaralar stoliga qo'yyapti. Endi bu mag'lub mamlakatning pozitsiyasi emasda. Shunday. Demak, bu urushda tinchishni xohlaydigan bo'lsa, endi Amerika Qo'shma Shtatlari bu yerdagi harbiy bazalarni o'stirish kerak va u harbiy bazalar Eronni tiyib turish mexanizmi sifatida foydalanadigan bo'lsa, endi bu mexanizm ish bermasligini ko'rsatyapti. Va bu bir ikkinchi taraf shundan iboratki, Amerika Qo'shma Shtatlari bu mintaqadagi harbiy baza bir vaqt o'zida Eronga qarshi qaratilgan bo'lsa ham, ikkinchi tarafdan bu yerdagi mavjud rejimlarni uchun xavfsizlik kafolati ham edi. Lekin uni bajara olmadi. Xavfsizlik kafolati so'roq ostida qoladi. Ya'ni bu yerda undan katta bir siyosiy o'zgarishlarga yo'l ochib berishi mumkin. Ya'ni yoki bu mintaqani tubdan bir yangi bir transformatsiya yo'liga olib kelishi mumkin deb o'ylayman.